Bir kishini ko'rasan, moli davlati barakali, uyi bor, yer, tijorat bir joylari bor, olib qo'ygan qandaydir gektar yerlari bor. Hamma yoq o'lga ekanini ko'rasan. Bolalarini uylaydi, o'qitadi, uylaydi, olgan yerlarga, uylarga bola chaqasini olib borib joylaydi. Hamma yoq zo'r. Yana so'raysanda, qayoqdan kelib qoldi bugun buncha narsada? Qanday qilyapti-ki, nima ish qilar ekan u? Mana tijorat, men ham o'sha tijorat qilaman. Qilasan seniki bo'lmaydi. Yana shunday odamni ko'rasan, nimaga qo'lini uzatsa yetmaydi. Doim kamchiligi naq. Nima ishga qo'lini ursa, orqaga ketadi. Yo'llari to'siq. Endi yo'llarni ochib yuboradigan odam kerak. Aqlli do'stlar maslahat beradi. Falon joyga borsang, kuchli deb ko'radigan odam bor deydi. Ish yo'llarini nima qilib boradi? Bilasizlar, hammalarda, mahallalarda bo'lsa kerak, zo'r kiyingan odamlar o'tiradi. Zo'r mashinalarda ziyoli odamlar ko'rsang, ish yo'llarini ochib yuboradi deb ishonadi-da. Ammo onasiga bir oyda bir telefon qiladi. Voy, agar u ish yo'lini ochib yuboradigan quvvatga ega bo'lsa, seni bergan 100 so'm, 200 so'mga qarab o'tirarmidi? O'zini bolalarning ishini yo'lini ochib yuborib, o'shalarda topgan pulni yeb o'tirmasmidi? U qayoqdan seni yo'lingni ochib yuborsin? Axir o'zingni yo'lingni o'zing berkitayotgan bo'lsang. Mabodo shunaqa yo'lni ochib yuboradiganlarga boradiganlar bo'lsa, bu yerda yo'q deb gumon qilaman. Mana yo'lda ochib yuboradigan narsa. Nima ekan? Selera. 5-inchisi. Silay rahim gunohlarni yuvadi va xatolarni o'chiradi. Ibn Hibbondan, Hokimdan rivoyat qilingan hadis Ibn Umar roziyallohu anhudan. Ata an-nabiyya sallallohu alayhi vasallam rajulun faqal: "Innani aznabtu zamban aziman, fa halli min tawbati." Ya Rasululloh dedi bir kishi kelib payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga. Men bir buyuk gunohni qilib qo'ydim. Menga tavba qilishlikka yo'l bormi dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Hallaka min onang bormi?" dedi. Onasi borlar eshitdilar. "Yo'q" dedi. "Qola hallaka min xolang bormi?" dedi. "Qola na'am", ha dedi. "Qola fabirha", unga yaxshilik qil dedi. Ya'ni gunohingni yuvilishini xohlasang, onangni xizmatini qil, onangni duosini ol, yuviladi gunohing, tavbang qabul bo'ladi, xatoing o'chiriladi. Agar yo'q bo'lsa, xolangni rozi qil. Chunki xola onadan keyin onani manzilatida bo'ladi. Onasi tirik baxtli odamlar qadriga yetinglar. Chunki ketgandan keyin qadriga yetiladi. Agar ketgan bo'lsa, xolani boshimizga qo'yishligimiz kerak ekan. Nechta foydasini gapirdik? Birinchisi, iymonni talabi, umrga rizqqa barakot, yaxshi xotima topishlik, yurtga obodonchilik kirishligi, gunohlarni yuvishligi, xatolarni o'chirishligi turadi uning orqasida. 6-inchisi, silay rahim kishining hisobini qiyomat kunida yengil qiladi va uni jannatga kiritadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Imom Tabaroniy va Bazzordan, Hokimdan rivoyat qilingan hadis Abu Hurayra roziyallohu anhudan. Salatun man kunna fihi hasabahu Allohu hisaban yasira va adkhalahu al-jannata bi rahmatihi. Payg'ambarimiz aytdilar, kimda ushbu 3 ta sifat bor bo'lsa, Alloh taolo uni yengil hisob bilan hisob qiladi va o'zining rahmati bilan uni jannatga kiritadi. 3 ta sifat. Sahobalar: "Ya Rasululloh, ota-onalarimiz fido bo'lsin, u qaysi sifatlar?" deb so'rashdi. Payg'ambarimiz aytdilar: "Sendan bir narsani man qilganga ana shu bir narsani berishing. Sendan aloqasini uzgan bilan aloqani tikkalashing va senga zulm qilganni avf qilishing. Agar o'shalarni qilsang, Alloh taolo seni jannatga kiritadi." Nimalar deyildi? Birinchisi nima bo'ldi? Bir narsani sendan man qilgan odamga bir narsani berishing.
qarindosh urug'laring sendan aloqasini uzgan bo'lsa, sen orqasidan borishliging ulardi. Va uchinchisi, senga zulm qilganni avf qilishing. Uchovi ham qiyin, a? Uchovi ham qiyin, ayniqsa hozirgi zamonda. Boraversanmi dedi, bir marta ham uyingga kelmas. Nima qarzing bormi ulardan dedi. Shunaqa esliklar ko'p, boyagaligi yo'llaringni ochaveradi deganda ulfatlar borda, boraversanmi sen dedi. 7-si, qotiyur rohim, qarindoshchilik aloqalarini uzgan kishi hargiz jannatga kirmaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Imom Tabaroniy Ahmaddan bu hadis, Buxoriy va Muslimdan, Abu Dovuddan, Termiziydan. La yadkhulul jannata qotiyur rohim. Rasululloh aytdilar, qotiyur rohim jannatga kirmaydi. Qarindoshchilik aloqalarini uzgan inson jannatga kirmaydi. Endi farzandlarimizga bu sila rahmni o'rgatishdan avval o'zimiz shu narsaga amal qilishimiz kerak. Haftada bir marta, bir oyda bir marta, hech bo'lmaganda bir hayit munosabati bilan bir qarindoshimizni ziyorat qilib qo'yishimiz kerak. Birodarlar, bu bizga kerak. Bu bizga kerak. O'zimizga rahmimiz keladimi? O'zimizni yaxshi ko'ramizmi? Sila rahm qilaylik. Va Alloh taolodan biz tufayli dindan, amaldan, taqvodan uzoq yurgan qarindoshlarimizni hidoyatiga bizni sabab qilishini so'rashimiz kerak. Sila rahm qilgan kishini qiyomat kunida manzilati yuqori bo'ladi. Fa vallohi la yahdiyallohu bika rajulan wahidan khayrun laka min humurin ni'am. Payg'ambarimiz aytdilar Ali ibn Abi Talibga. Allohga qasam, siz tufayli bitta odamni Alloh hidoyat qilsa, mana shu narsa siz uchun qizil tuyalardan ko'ra yaxshiroq dedi. Hidoyatiga siz sabab bo'lib qolsiz bitta odamni. Qarindoshlar bilan bir o'tirganda bitta hadisda yoki bitta oyatda bir sharhini, tafsirini aytib berib qo'ysangiz, bitta sahobani hayotidan bir misolda aytib beradigan bo'lsangiz, mana shu sila rahmning ustidagi haqqa chaqirishlik bo'ladi. Mana shu sila rahmda yana bir chiroyli ko'rinishi bo'ladi. Mana endi ana shu sila rahmni turlari 3 xil bo'ladi odamlar. Mana shu sila rahm xususida. Al-vosil, al-mukafi, al-qoti. Al-vosil kim bu? Al-vosil. Undan hech kim xabar olmasa ham bu xabar olaveradi. Bu eng zo'r kishi. Qarindoshlari bundan xabar olmasa ham bu boraveradi. Ikkinchisi al-mukafi. Bu shunaqa odamki, undan xabar olsa bu ham xabar oladi. Shunaqa o'zi ko'prog'i. Odamlarda ommasi hozir shunaqa. Uyingizga kelsa borasiz. Uyatolda 2 marta odam kelib bizdan bir borib qo'yaylik uyga. Uchinchisi al-qoti. Bu shunaqa odamki, undan hamma xabar olaveradi, lekin u hech kim bilan ishi yo'q. Mana shu uchalasidan bittasi bo'ladi insonlar. Payg'ambarimiz aytadilar: "Laysal wasil bil mukafi, walakin wasil allazi idza qad qutiyat arhamuhu wasalaha." Haqiqiy sila rahm qilayotgan odam kim? Hamma qarindoshlari u bilan aloqa qilmasa ham, aloqasi uzsa ham borib xabar olaveradigan odam. Shar'iy qoida bor. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Fasod ishlarni daf qilishlik foydali ishlarni jalb qilishlikdan muqaddam turadi. Sila rahmda bordingiz, o'tirdingiz, gaplashdingiz, taom olib keldi. Ichimliklar olib keldi, ichida aroq bor, Alloh harom qilgan narsalar bor. Sila rahmda bordingiz, ammo aroq olib kelib qo'yildi. Nima qilasiz? Turib kelsangiz xafa bo'lishadi. Ko'ngil nima deb qo'yilardi? Ko'ngil uchun jon bermoq kerak. Shunaqa, ko'ngil shisha, okazoq. Nima qilamiz shunda? Aytdik-ku hozir qoidani. Fasodni nari qilishlik zarurroq, foydani jalb qilishlikdan. O'tirsangiz sila rahm bo'lar edi, lekin harom narsa kelib qoldi. Bu o'rinda musulmon odam shart turib ketadi. Bu o'rinda boyagi zararni daf qilishlik foydani jalb qilishlikdan muqaddam turadi. Ishda avvalida niyatingiz yaxshi edi, keyin fasodga yo'l ochilib qoldi. Sila rahm deb keluvdingiz, aroq qo'yildi. Nima qilasiz? Sila rahm toat, birodarlar. Toatni avvali ham oxiri ham pokiza bo'lishligi kerak. Yana bitta qoida: da xayron
alayhi sharru yarbu. Ustida yomonlik rivojlanadigan yaxshilikni tark qil. Bir yaxshi ish borki, qilsangiz ustida yomonlik rivojlanib ketib qoladi. Shuning uchun bu yaxshiliklarni qilmay qo'yamiz. Chunki zararni nari qilishimiz zararroq foydani jalb qilishlikdir. Masalan, bir qarindoshingiz uyiga ziyoratga bordingiz. Dindan umuman uzoq, johil oila, bir da'vat ma'nosida haqqa chaqiramanda bordingiz, o'tirdingiz. Bu qarindoshingiz qizlari avratlarini to'smagan holda yarim-yarim kelib hozir o'tiribdi. Nima qilasiz? O'tiraverasizmi? Ammangiz yoki xolangiz deb o'ylang. Turib chiqib ketasiz. Chunki araq qo'yildi nima-yu, avratini ochilgan, sizga nomahram bo'lgan ayollarni oldiga kelishligi. Yana masxara qilib qo'yishadi, ha, qora bo'lib qolsinmi, jiyan? Ha, qoraga bo'lib qolsinmi? Ozoq bo'lib qolsinmi? Qachondan beri deb turib, yana dindorligingizni masxara qilib turibdi. Sizga e'tibor bermayapti, sizni qadrlamayapti, ilmingiz, iymoningiz, taqvoingizni pisand qilmayapti. Bunaqa qarindoshlar ziyorat qilinmaydi. Qaytarib aytaman, siz musulmonsiz, iymoningiz bor, taqvoingiz bor, qadringizni biling. Bunaqa amma xola qana qilib ziyorat qilinadi? Boyaga shaytona bo'lgan qizlari, yarim yalang'och bo'lgan qizlari bo'lmagan paytda xolangizni borib ziyorat qilib oling. Ammo gunoh ma'siyatga sabab bo'lsa, yana qaytarib aytaman, diningiz uchun, taqvoingiz uchun masxara qiladigan bo'lsa, bunaqa qarindoshlar ziyorat qilinmaydi. Chunki ustida yomonlik rivojlanadigan yaxshilik tark qilinadi. Fasodlarni daf qilish, foydalarni jalb qilishdan muqaddam turadi. Har bir insonni nozik nuqtasi bor. Qoqilib ketadigan nuqtasi bor. Yosh yigitlarni qoqiladigan nuqtasi, yosh yigitlar emas, o'zi katta kishilarda ham qoqilib ketadigan nuqtasi ayollar. Va xususan yosh yigitlar, balog'atga yetgan, hali uylanmagan yigitlarning nozik nuqtasi ham mana shu ayni ayollar bo'ladi. Shayton aytadiki, ammeni ziyorat qilmaganingga 1 oy bo'ldi. Iymoning bormi o'zi seni deydi. Bu boyagindaqa qizlari shunday bir yarim-yarim chiqadigan, sizni masxara qiladigan xonadonda bormay qo'yuvdingiz, shayton keladida, "Seni iymoning bormi? Bu nima qilgan ishing? Bor, o'tir ular bilan. Siylar rahim qilmaysanmi? Axir falon savoblar bor." Ular agar yarim-yarim bo'lsa, gunohi o'zini bo'yniga. Ammo bu qoida bo'yicha zararni daf qilishlik foydani jalb qilishdan muqaddam turadi. Fasodni daf qilish. Payg'ambarimiz aytganlar: "Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala ar-rijali min an-nisa." O'zimdan keyin dedi payg'ambarimiz, erkaklar uchun ayollardan ko'ra zararliroq fitnani qoldirmadim. Erkak kishi uchun eng fitnani og'iri bu ayollar. Endi ayol kishi Allohdan qo'rqmasa, havoi nafsiga berilgan bo'lsa, shahvatiga berilgan bo'lsa, taqvodan, din diyonatdan uzoq bo'lsa, bu inson ko'rinishidagi shaytonning naq o'zginasi. Shuning uchun Alloh taolo aytadi: Astagfiru billah. Az-zaniyatu vaz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma 100 jalda. Zinokor ayol va zinokor erkak, ulardan har birini 100 darradan uringlar. Agar sizlar Allohga va oxirat kuniga iymon keltiruvchi bo'lsangizlar, Allohning bu hukmida zinokorlarni jazolashlikda sizlarni ularga nisbatan rahm shafqat tuyg'ular tutmasin, ularning azoblanishiga bir toifa mu'minlar guvoh bo'lsin. Erkakga aytilindimi birinchi, ayolmi? Nimaga unaqa deyildi ekan? Chunki zinoga burvorishlikka ro'parasidagi odammi? Erkak kishidan ko'ra ayol kishi qudratliroq bo'ladi. O'shuning uchun zinoga targ'ib qilishlikda ayol kishi qudratliroq bo'ladi erkakdan. Zinoga targ'ib qilishlikda. Shuning uchun zinokor deb turib Alloh taolo birinchi ayolni aytdi. Ittaqulloha fin nisa, ayollar xususida Allohdan taqvo qilinglar dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam.